Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa mana shu ishlarimizni salkam 5 yil bo'libdi o'rnatganimizga. O'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin. Bu yerda shu biz ishimizni qildirgan baxtli xonadon shu eshiklarimizdan foydalanib, yana klient olib chaqiribdi. Eshiklarimiz turibdi ekan, xudo xolasa. Yana o'lchab keting deb. Bu ishlarimiz 2 teshik 2 tarom qilib bergan ekanmiz. 5 yil oldin. Ko'pchilik aytadi 0806 MDF farqi nimada deb. Farqi hech qanaqa farqi bo'lmaydi, xudo xolasa xizmatini bir xil o'taveradi. Faqat shu pulida jinnay, misol uchun mana shu eshiklarimizni kvadratini 08 MDF da 950 ming so'm oladigan bo'lsak, 06 ham emas ekan, даже 05,5 MDF qilib bergan ekanmiz mana. Eshiklarimiz hech qanaqa tashamagan, xudo xolasa mana. Kesaklarni o'zlaridan qilib pomni rezinkada bergan ekanmiz. 950 ming so'm olsak 06 MDF da 9 ming so'm, 880 ming so'm olamiz. Misol 5 teshik 5 tarom qildiradigan bo'lsanglar, bitta teshik yutorasizlar ashini pulidan. Mana hech qanaqa o'zgarishi ham boshqasi ham bo'lmaydi. Xizmatini bir xil o'taveradi. Bunga ham 5 yil, 10 yil garantiya beraveramiz. Xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqa olasizlar. Bemalol. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Vodiy bo'ylab o'rnatib berishimiz tekinga, xudo xolasa. Ramazon aksiyasida yana ham arzonroq qilib beryapmiz. Ulgurib qolasizlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar, xudo xolasa. Nasib aloqaga chiqa olasizlar, chiroyli narxlarda sifatli eshik romlardan qilib beramiz.